Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yangi kelgan adabiyotlarimizdan yozuvchi Luqman Bo'rixonning Sirli muallim nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Luqman Bo'rixonning Sirli muallim qissasi har bir millat, har bir xalqning kelajagi bo'lgan yoshlarning ziyoli bo'lishni chin dildan istagan va o'z imkoniyati darajasida kurashayotgan o'qituvchi Najot G'aybulla haqida. U o'quvchilar ta'lim olishlari uchun qo'lidan kelgancha yordam beradi. O'quvchilarni kitoblar bilan ta'minlaydi. Sinf xonalarini jihozlar bilan jihozlaydi. Maktab o'quvchilari uning joni dili, butun borlig'i. Lekin har qanday jamiyat va davrda bo'lganidek uning ko'ra olmaydigan, unga hasad qiladiganlar ham uchraydi. Asarning Xurramuj va Ulash agronom shoiri kabi insonlar uning qilayotgan ishlariga shubha bilan qarashadi. Uning ishidan nuqson izlashga, kimligini fosh etishga kirishadilar. Xo'sh, ular maqsadiga erishadimi? Aziz kitobxonlar, ushbu asarga qiziqsangiz, o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.